Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. İjtimoiy tarmoqlarda pensionerlar ayrim muassasalarga endi kiritilmaydi. Kirish taqiqlanadi. Rasman qaror chiqdi degan gaplar tarqalmoqda. Bu xabarni ko'rgan ko'plab keksalarimiz xavotirga tushyapti. Endi bankka kira olmaymanmi? Poliklinikaga borishim taqiqlanadimi? Pensiya masalasida idoraga kirgizishmaydimi? degan savollar ko'paymoqda. Men bu mavzuni oddiy, tushunarli va huquqiy tomondan izohlab beraman. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Pensioneri bor xonadon yo'q hisob. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikni noto'g'ri qaror va keraksiz asabiylikdan saqlaydi. Avvalo eng muhim gapni aniq aytaman. Pensionerlar uchun barcha muassasalarga umumiy kirish taqiqlangani haqida ishonchli rasmiy qoida sifatida qabul qilingan universal taqiq yo'q. Ya'ni odam pensiya yoshiga yetgani uchun bank, poliklinika, davlat xizmatlari markazi, mahalla idorasi yoki boshqa zarur muassasa ostonasidan qaytarilishi mumkin emas. Agar kimdir faqat siz pensionsiz degan sabab bilan xizmat ko'rsatishdan bosh tortsa, bu juda jiddiy masala bo'ladi va bunday holatni albatta tekshirtirish kerak. Lekin nima o'zgargan? O'zgarish shundaki, ayrim muassasalarda xavfsizlik, navbat tartibga solish, elektron ro'yxat hujjat tekshiruvi, sanitariya qoidalari yoki xizmat ko'rsatish reglamenti kuchaytirilgan bo'lishi mumkin. Odamlar esa shu tartibni noto'g'ri tushunib, pensionerlarni kiritishmayapti deb talqin qilmoqda. Masalan, bankda naqd pul operatsiyalari faqat elektron navbat orqali bajarilsa, pensioner navbat olmagan bo'lsa, qo'riqchi uni darhol zalga kiritmasligi mumkin. Bu yoshga qarab taqiq emas, tartibga rioya qilish talabi. Yoki poliklinikada ayrim shifokorlarga faqat oldindan yozilish orqali kirish joriy etilgan bo'lsa, bu ham pensioner kirmasin degani emas, balki barcha bemorlarga bir xil qo'ydi. Oldin ko'p joylarda tartib ancha yumshoq edi. Pensionerlar, men keksa odamman, tezroq kirib chiqay deb idoraga bevosita borar. Ba'zan navbatsiz kirishga harakat qilardi. Xodimlar ham insoniylik qilib yordam berardi. Endi esa ko'p xizmatlar raqamlashtirildi. Elektron navbat, yagona darcha, telefon orqali yozilish, ilova orqali ariza yuborish, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni skaner qilish, biometrik tekshiruv kabi jarayonlar kuchaydi. Shu sababli ayrim keksalar oldin bemalol kirardik. Hozir esa eshikdan qaytarishyapti deb o'ylashi mumkin. Aslida muammo pensiona maqomda emas, xizmat olish tartibini bilmaslikda. Endi kimlar xavotir olish kerak, kimlar esa tinch bo'lishi mumkin. Buni batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda, pensioner shaxs muassasaga biror xizmat olish uchun borayotgan bo'lsa, u o'z huquqini bilishi shart. Pensiya yoshida bo'lish xizmatdan foydalanish huquqini yo'qotmaydi. Bank omonati karta, pensiya puli, kredit shartnomasi, kommunal to'lov, soliq masalasi, tibbiy ko'rik, dorixona, davlat xizmatlari, notarius, sud yoki mahalla kabi joylarda keksalarga nisbatan kamsitish bo'lishi mumkin emas. Masalan, 18 yoshli otaxon bankka pensiya kartasini almashtirish uchun bordi. Eshikdagi xodim, bugun odam ko'p, siz kirmang dedi. Agar bu gap hamma mijozga navbat tugagani sababli aytilgan bo'lsa, boshqa masala. Lekin aynan pensionerlar kiritilmaydi deb aytilsa, otaxon buni yozib olishi, filial rahbarini chaqirishni so'rashi va rasmiy izoh talab qilishi mumkin. Chunki bank xizmatini ko'rsatish yoshga qarab cheklanmaydi. Agar filialda xavfsizlik sababli zalga bir vaqtda 20 kishi kiritilsa, otaxon navbat oladi va navbati kelganda kiradi. Bu qonuniy tartib. Ammo siz keksasiz, sizga xizmat qilmaymiz. Mazmundagi gap qonuniy bo'la olmaydi. Yana bir misol, 72 yoshli onaxon poliklinikaga terapevtga kirish uchun keldi. Registratura siz avval elektron navbat oling yoki oilaviy shifokor orqali yo'llanma oling dedi. Bu holatda onaxon xafa bo'lishi mumkin. Chunki avval shunchaki kelib kiraverardi. Lekin bu taqiq emas. Bu tibbiy xizmatni tartibga solish. Agar bemorning ahvoli og'ir bo'lsa, masalan, qon bosimi midoqquniga chiqqan, nafas qisilyapti, hushdan ketish xavfi bor. Unda elektron navbat yo'q deb qaytarish mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Shoshilinch holatda tibbiy yordam ko'rsatish birinchi o'rinda turadi. Demak, oddiy qabul bilan shoshilinch yordamni farqlash kerak. Kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki ular hujjat, telefon, elektron navbat, SMS kod, bank ilovasi kabi masalalarda qiynalishi mumkin. Ikkinchidan, nogironligi bor keksalar. Ular uchun muassasa kirishda pandus, navbatda imtiyoz, hamrohlik,
alohida qabul kabi qulayliklar muhim. Uchinchidan, savodsiz yoki raqamli xizmatlardan foydalana olmaydigan pensionerlar. Ular ko'pincha eshikdagi birinchi gapni menga taqiq qo'yishdi deb tushunadi. To'rtinchidan, hujjati to'liq bo'lmagan odamlar. Pasport yoki ID karta eskirgan, ishonchnoma noto'g'ri rasmiylashtirilgan. Pensiya daftarchasi yoki bank kartasi yo'nda bo'lmasa, xodim xizmatni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Bu ham yoshga bog'liq taqiq emas, hujjat talabi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Hujjatlar joyida oldindan navbat olgan. Qaysi xizmat kerakligini aniq biladigan pensionerlar odatda muammoga duch kelmaydi. Masalan, 65 yoshli fuqaro davlat xizmatlari markaziga kadastr hujjati bo'yicha murojaat qilmoqchi. U ID kartasini oldi. Telefon raqami o'z nomida, ariza mazmunini biladi. Kerak bo'lsa, to'lov kvitansiyasini tayyorlaydi. Bunday odamni pensioner bo'lgani uchun qaytarishmaydi. Agar navbat ko'p bo'lsa, kutadi. Agar hujjat yetishmasa to'ldirib keladi. Lekin kirish huquqi o'z-o'zidan bekor bo'lmaydi. Keling, raqamlar bilan tasavvur qilamiz. Bir bank filialiga kuniga 300 nafar mijoz keladi. Shundan 9 nafari pensioner bo'lishi mumkin. Zalda esa xavfsizlik va xizmat sifati uchun bir vaqtda 35 kishi bo'lishi belgilangan. Agar qo'riqchi 36 odamni kiritmasa, bu taqiq emas, sig'im cheklovi. Lekin 30 yoshli mijozni kiritib, 7000 yoshli pensionerni sizlar ko'p kelasizlar, kirmanglar deb qaytarsa, bu mutlaqo boshqa holat. Men doim aytaman, muassasaning tartibi umumiy bo'lsa, unga hamma bo'ysunadi. Tartib faqat keksalarga qarshi qo'llansa. Bu shikoyat qilinadigan holat. Yana bir hayotiy vaziyat. Pensioner kommunal to'lov bo'yicha qarzdorlikni aniqlash uchun korxonaga boradi. Xodim, endi hammasi onlayn, bu yerga kelmang deydi. Onlayn xizmat borligi yaxshi, lekin bu barcha fuqarolar, ayniqsa internetdan foydalana olmagan keksalar uchun jonli murojaat huquqini mutlaqo bekor qiladi degani emas. Muassasama hech bo'lmaganda tushuntirish berishi, arizani qabul qilishi, yordamchi xodim orqali yo'l ko'rsatish kerak. Aks holda raqamlashtirish yordam emas, to'siqqa aylanib qoladi. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik sezmaydigan xavfli tomonlarga o'tamiz. Ba'zi joylarda haqiqatan ham kirish cheklanishi mumkin, lekin bu pensionerlik sababli emas. Masalan, yopiq rejimdagi ishlab chiqarish korxonasi, harbiy obyekt, sud binosining ayrim xonalari, bankning kassadan tashqari ichki xizmat hududi, kasalxonaning reanimatsiya bo'limi, laboratoriyaning steril zonasi, arxivning maxsus saqlov xonasi. Bunday joylarga na pensioner, na yosh odam, na tadbirkor ruxsatsiz kira olmaydi. Bu umumiy xavfsizlik qoidasi. Kasalxonada ham istisno bor. Bemorni ko'rish vaqti cheklangan bo'lishi mumkin. Masalan, palataga tashrif faqat soat 12 dan 18 gacha deyilgan. 75 yoshli ona bemor farzandini ko'rmoqchi, lekin soat 12:00 da kelgan. Ko'rikchi kiritmadi. Bu pensioner kirmasin emas, tashrif vaqti masalasi, lekin agar bemorning ahvoli og'ir, shifokor yaqin qarindosh bilan gaplashish kerak bo'lsa yoki parvarish uchun ruxsat berilgan bo'lsa, alohida tartib qo'llanadi. Shuning uchun har doim qaysi qoida asosida kiritilmayapman deb so'rash kerak. Yana bir nozik masala firibgarlik. Ayrim firibgarlar pensionerlarga endi sizni idoraga kiritishmaydi, men sizning nomingizdan hammasini hal qilib beraman deb pul olishi mumkin. Masalan, pensiya oshirish uchun ichkarida tanishim bor. Bank kartangizni yangilab beraman. Davlat xizmatlari markaziga sizni kiritishmaydi, menga pasportingizni bering deyishadi. Men bunday holatlardan juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Hech qachon pasport, ID karta, bank kartasi, PIN kod, SMS kod, elektron raqamli imzo kalitini begona odamga bermang. Pensionerlarni eshikdan qaytarish haqidagi vahimali gaplar ko'pcha firibgarlar uchun qulay bahona bo'lib xizmat qiladi. Yana bir muhim nuqta, ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar muassasaga o'zi bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi boradi. Lekin ko'plab xizmatlarda oddiy men onamning o'g'liman degan gap yetmaydi. Notarial ishonchnoma, vakillik hujjati, ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Agar xodim sizni kiritmayman desa, u balki pensionerni emas, hujjatsiz vakilni nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, ona nomidagi bank hisobidan ma'lumot olish uchun o'g'il borsa, bank sirini himoya qilish sababli ma'lumot bermasligi mumkin. Bu pensionerga qarshi taqiq emas, mijoz ma'lumotini himoya qilish tartibi. Pitfall, ya'ni ko'pchilik tushib qoladigan tuzoqlardan biri og'zaki gapga ishonib ketishdir. Eshikdagi xodim mumkin emas dedi, fuqaro esa qaytib ketdi.
Men bunday vaziyatda doim yozma yoki aniq izoh talab qilishni tavsiya qilaman. Qaysi hujjat asosida, qaysi bankka ko'ra menga rahbar yoki mas'ul xodimni chaqirib bera olasizmi? Arizamni yozma ravishda qabul qiling degan savollarni berish kerak. Ko'pincha odam o'z huquqini xotirjam so'rasa, masala joyida hal bo'ladi. Boshqa bir nozik jihat, aslida muassasa ichki tartib bilan qonuniy huquqni adashtirmaslik. Ichki tartib fuqaroni kamsitishi mumkin emas. Masalan, zalga faqat navbat bilan kiriladigan qoida bo'lishi mumkin. Bu normal. Lekin ittivin yoshdan oshganlar kiritilmaydi degan ichki tartib bo'lsa, bunday qoida jiddiy savol tug'diradi. Chunki yoshga qarab xizmatdan mahrum qilish uchun juda kuchli qonuniy asos bo'lishi kerak. Aks holda bu diskriminatsiya sifatida baholanishi mumkin. Endi eng kerakli qism pensioner yoki uning yaqinlari nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, muassasaga borishdan oldin maqsadni aniq belgilang. Men pensiya kartasini almashtirmoqchiman. Men shifokorga yozilmoqchiman. Men subsidiya bo'yicha ariza bermoqchiman. Men kommunal qarzdorlik bo'yicha ma'lumot olmoqchiman deb aniq ayting. Maqsad noaniq bo'lsa, xodim ham sizni bir xonadan boshqasiga yuboraveradi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotlari, telefon raqami, zarur bo'lsa bank kartasi, tibbiy hujjatlar, avvalgi arizalar nusxasi, to'lov kvitansiyasi kerak bo'lishi mumkin. Agar boshqa odam nomidan borayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma yoki qonuniy vakillikni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi zarur. Hujjatlar papkada tartibli nusxalari bilan bo'lsa, muammo kamroq bo'ladi. Uchinchi qadam, oldindan bog'laning. Muassasaning telefon raqamini toping, ish vaqtini aniqlang, qaysi xonaga kirish kerakligini so'rang, elektron navbat talab qilinadimi, yo'qmi bilib oling. Masalan, davlat xizmatlari markaziga borishdan oldin qaysi xizmat uchun qanday hujjat kerakligini aniqlasangiz, 2 marta borib kelmaysiz. Bankka borishdan oldin karta almashtirish uchun shaxsning o'zi kelishi shartmi yoki vakil orqali bo'ladimi? So'rab oling. Poliklinikada qabul kuni, shifokor jadvali va yo'llanma kerakmi bilib boring. 4-qadam, agar eshikdan qaytarishsa, asabiylashmang, lekin jim ham ketmang. Xotirjam ohangda meni aynan nima sababdan kiritmayapsiz? Bu qoida hamma uchun yoki faqat pensionerlar uchunmi? Mas'ul xodim bilan gaplashsam bo'ladimi deb so'rang. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, muassasa rahbariga yozma murojaat qoldiring. Murojaatda ism, familiya, sana, vaqt, muassasa nomi, sizni kim qaytargani, nima degani, siz qanday xizmat olmoqchi bo'lganingizni yozing. Hissiyotga berilib haqoratli so'z ishlatmang, faqat faktlarni yozing. 5-qadam, dalil to'plang. Agar imkon bo'lsa, guvohlar ism, familiyasini bilib oling. Navbata taloni, SMS xabar, ariza nusxasi, rad javobi, qo'ng'iroq vaqti kabi ma'lumotlarni saqlang. Video yoki audio yozish masalasida ehtiyot bo'lish kerak. Lekin jamoat joyida o'z huquqingiz buzilayotganini qayd etish ko'pincha keyingi tekshiruv uchun muhim bo'ladi. Eng yaxshi dalil esa yozma javobdir. Og'zaki mumkin emas, ertaga inkor qilinishi mumkin, yozma javob esa tekshiriladi. 6-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Agar bankda muammo bo'lsa, avval filial rahbariyatiga, keyin bankning bosh ofisiga yozing. Agar tibbiy muassasada muammo bo'lsa, poliklinika yoki shifoxona rahbariyatiga. Hududiy sog'liqni saqlash boshqarmasiga murojaat qiling. Agar davlat xizmatlari markazida muammo bo'lsa, markaz rahbariyati va tegishli yuqori tashkilotga yozing. Agar kamsitish, qo'pol muomala, noqonuniy rad etish bo'lsa, prokuratura, iste'molchi huquqlarini himoya qiluvchi organlar yoki sud tartibida ham masala ko'rib chiqilishi mumkin. Har bir murojaatni 2 nusxada tayyorlash, bir nusxasiga qabul qilingan sanani qo'ydirish foydali. 7-qadam, keksalarga yolg'iz bormaslik tavsiya qilinadi. Ayniqsa murakkab masala bo'lsa, farzand, qarindosh yoki ishonchli qo'shni hamroh bo'lsin. Lekin hamroh hamma joyda pensioner nomidan gapira oladi degan emas. Agar shaxsiy ma'lumot, bank siri, tibbiy sir yoki yuridik harakat bo'lsa, vakillik hujjati kerak. Shuning uchun oldindan notariusdan ishonchnoma qilish zarur bo'lishi mumkin. Ishonchnomada aynan qaysi harakatlarga ruxsat berilayotgani aniq yozilishi kerak. Ariza berish, ma'lumot olish, hujjat imzolash, pul olish yoki boshqa xizmat. 8-qadam, pensionerning telefon raqamini tartibga keltiring. Bugun ko'p xizmatlar SMS kod orqali tasdiqlanadi. Agar telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa yoki ishlamasa, muammo chiqadi. Bank kartasi, davlat xizmatlari,
tibbiy yozilish. Pensiya ma'lumotlari ko'pincha telefon bilan bog'lanadi. Shu sababli keksalarning o'z nomidagi faol SIM kartasi bo'lgani yaxshi. SMS kodini begonalarga aytmasligini ham alohida tushuntirish kerak. 9-qadam. İnternetdagi vahimali xabarlarga darhol ishonmang. Rasman taqiqlandi, ertadan kiritilmaydi. Faqat bugun hujjat topshiring kabi gaplar ko'pincha odamni qo'rqitish uchun yoziladi. Rasmiy qaror bo'lsa, uning raqami, sanasi, qaysi organ qabul qilgani, matni bo'ladi. Agar xabarda faqat hayqiriq, qo'rqitish va aniq manba bo'lmasa, ehtiyot bo'ling. Men har doim aytaman, huquqiy masalada qo'rquv bilan emas, hujjat bilan harakat qilish kerak. 10-qadam. Agar haqiqatan ham pensioner sifatida kamsitilgan bo'lsangiz, buni shaxsiy ranjish darajasida qoldirmang. Chunki bugun sizni qaytarishgan bo'lsa, ertaga boshqa onaxon yoki otaxon ham shu holatga tushadi. Murojaat qiling. Izoh talab qiling, javob oling. Tizim faqat odamlar o'z huquqini madaniyatli, qonuniy va ishchil talab qilganda tuzala boshlaydi. Xulosa shuki, pensionerlar muassasalarga umuman kiritilmaydi degan gapni ehtiyotkorlik bilan tekshirish kerak. Pensiya yoshlar bo'lish insonning bank, tibbiyot, davlat xizmati, kommunal yoki boshqa zarur xizmatlardan foydalanish huquqini bekor qilmaydi. Lekin yangi tartiblar, elektron navbat, hujjat talablari, xavfsizlik qoidalari va maxsus rejimdagi hududlar bor. Farqni to'g'ri tushunsak, keraksiz vahima bo'lmaydi va haqiqiy huquqbuzarlikni ham vaqtida ko'ramiz. Men sizga maslahat beraman. Hujjatlaringizni tayyorlang. Oldindan navbat va ish vaqtini aniqlang. Eshikdan qaytarishsa yozma izoh so'rang. Dalil saqlang va kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qiling. Eng muhimi, hech kimga pasport, karta, PIN kod yoki SMS kod bermang, sizni kiritishmaydi. Men hal qilaman degan firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Sizning hududingizda pensionerlarni qaysidir muassasaga kiritmagan holat bo'lganmi? Kommentariyada yozing. Qaysi joyda, nima sabab bilan, qanday javob berishganini ayting. Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa ota-onalarimiz, buvilarimiz va bobolarimiz uchun juda muhim.